uzmedia.tv taqdim etadi. 1500 yil oldin markaziy tekisliklarda buyuk xalqlar ko'chishi davri boshlandi. Bittagina xalq bundan chetda qoldi. Deyarli barcha xalqlar faqat bir narsani, tinchlikni ko'zlasa. Shimoliy dashtlarda yashovchi xalq urushni ko'zlardi. Maxfiy ma'lumotlarga ko'ra, shimoliy xalq markaziy tekisliklarga hujumga hozirlik ko'ryapti edi. Faqatgina bir qiz hammani qutqara oladi. Mulan, Janob, seni vazifang dushman qarorgohiga kirib, shahzodani o'ldirish. Ko'p narsa shunga xo'p bog'liq. bo'ladi, janob. Zoti oliylari. Salom, baqaloq. Shunaqa yeydigan bo'lsang, keyin chopolmay qolasan. Yo, araba tortmoqchimisan? Ey, senga nima bo'ldi? Nima baqaloq deganimga jahling chiqdimi? Tentak voy. Sen o'rningda bo'lsam, jon deb arava tortgan bo'lardim. Bilsang, urush juda xavfli. Siz kimsiz? Shahzoda senmisan? Ha? Shunaqa yoshmisan? Ha? Demak, men seni o'ldirishim kerakmi? Ha? Voy, yo'q, men emas. Demak, siz qotilmisiz? Ha? Ha? To'g'ri topding. Men qotilman. Sizni o'ldiraman. Mana. Iltimos, meni o'ldirmang. Yolvoraman. O'lish uchun hali juda yoshman. Meni o'ldirmang. Bo'ldi, baqirma. Zot oliylari. Hammasi joyidami? To'xtanglar. Menda hammasi yaxshi. Kirmanglar. Yaxshiman. Shahzodaga nima bo'ldi? Bugun har kuni shu ahvol. Hey! Ha? Voy. Xo'sh, qayoqqa otlanding? Uy, shamollab ketsam maylimi? Qo'y, meni aldashga urinib ko'rma. Bu adolatdan emas. Nega men o'lishim kerak? Bo'pti. Qanday o'lishni xohlaysan? Nima? Tanlashim ham mumkinmi? Ha, qarilikdan. Yo'q, bo'lmaydi. Iltimos, menga raqib qiling. Oilamni, ota-onamni o'ylang. Yana qani davom etchi? Hali o'zimga xotin topganim yo'q. Hamonki hali uylanmagan ekansan. Seni o'ldirmayman. Rostdanmi? Meni o'ldirmaysizmi? Yo'q, bugun emas. Kung-funi zo'r bilarkansiz. Menga ham o'rgatasizmi? Ustoz, iltimos, meni shogirdlikka oling. Hech qachon.
Axir bu yerga yo'q, u kim? Qo'riqchilar, gap sotishni bas qiling. Xo'p bo'ladi. Shahzodaga ko'z quloq bo'ling. To'xtang! Janob yo'llanma qotil, Qotil! ketib qolmang! Qotil! Ushlang uni! Voy, hey! Bu yoqqa. Aka! Yaralandingmi? Uni ortidan Iltimos, uni o'ldirmang! Ukamni qo'riqlang! qo'lga olinglar. Ha! Qani yo'ldan qoch! Qochib keta olmaydi. Ushlanglar uni! Qani ushlang. Qochib ketmasin! Tezroq harakat qiling. Qayoqqa? Darvoza tomonga ketyapti-ku. Darvoza tomon ketyapti! To'xta dedim! To'xtatinglar uni. Uy, oppa. Darvoza tomonga Ushlanglar ketyapti. uni! Qochib ketmasin! Ortidan To'xta! To'xta yiqitamiz. dedim! Qo'yvorma, qo'yvorma. To'xta! Ha! Olg'a! Uni ko'ryapman. Mendan qochib qutula olmaysan. Seni ushlayman. Qani, tezroq bo'linglar. Ha! 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 Yaxshi olisharkansan, lekin baribir u meni otdim. Buning uchun javob berasan hali. Ha? Ah! Yo! Bekor menga tashlanding. Mana senga. Ovora bo'lma! Qo'yvor! Ovora bo'lasan! To'xta! Oy, ot to'xtat! Mulan. Yangi afsona. Nima? Qiz bola? Ayol jangchi. Qiz bolaga buni nima keragi bor? Aqli bovar qilmaydi. Balki o'zi o'lib bo'lgandir. U sen o'ylagan narsa emas. Voy, yaramas iloni. Hech kim meni haqoratla. Men tayyor emasdim. Hozir seni. Nimadir dedingmi? Yo'q. Yo'q, hech narsa. Hammasi yaxshi. Men ham shunaqa deb o'ylagandim. O'lishga tayyorlan. To'xta. Men bu yerdan qanday chiqib ketishni bilaman. Ha? Seni oddiy ot boqari? Ot boqar? Ha, to'g'ri. Bir gal shu yerda otimni yo'qotib qo'ygandim. Bu yerdan chiqish yo'lini naq 3 kun qidirganman. Bu jarlikda faqat bitta chiqish yo'li bor. Menga yolg'on gapirma. Meni hayotim seni qo'lingda.
Quvvat ko'rsat. Qoch! Yo'qol! Nimani kutyapsan? Bu yerdan chiqish yo'lini qidir. Hozir topaman. Hey, qizaloq, bu yoqqa. Ehtiyot bo'l. Bor chana. Buni o'lib ketishni xohlamayman. Mahkam ushla. Bilmadim. Sen yo qo'rqmasdan, yo shunchaki ahmoq. Men shunchaki sendan qarzim uzdim. Sen uchun men hayotimni xavf ostiga qo'ymasdim. Qo'ling. Nima? Qo'lingni ber. Bumi? Hammasi joyida. Arzimagan gap. Arzimagan gap. To'g'ri. Agar chayoncha qilib olgan bo'lsa, 1 soatdan keyin o'lasan. Yo'q, shoshma. Biroz og'ritadi. Chidaysanmi? Albatta. Rostganing shumi? Kel, yaxshisi boshqa tomonga qarab tur, ha? Sen ko'p narsani bilar ekansan. Hayron qoldingmi? Axir buni hamma biladi. Qoyil, nafaqat kung fu ustasi, balki ajoyib tabib ham ekansan. Agar serzarda bo'lmaganingda mukammal qiz bo'larding. Hey, shoshma. Shu xolosmi? Yana birorta joyim lat yegan bo'lsa-chi? Vahima qilma, o'lmaysan. Dov yurak ekansan. Qarorgohga bostirib kirib, shahzodani o'ldirmoqchi bo'lding. Avval o'zinglar bizga hujum qildinglar, esingdan chiqdimi? Suvimizni zaharlaganingiz uchun sizlarga hujum qildik. Bu tubanlik-ku. G'irt yolg'on. Faqat qo'rqoqlar shunday qilishadi. Bir narsani so'rasam maylimi? Albatta. Jar yoqasida bu ayni muddao. Nega shahzodani o'ldirmading? U hali juda kichkina. Agar u meni yoshimda bo'lganida-chi? O'ylab o'tirmasin. Xo'sh, nima bo'ldi endi? Yana nima? Nazarimda bo'ynimni qayirib oldim. Faqat bitta yo'l bor. Yuqoriga. Ortimdan qo'rqoq mushukcha. Obbo. Juda baland ekan. Hatto mushuklar uchun ham. Zot oliylari! Zot oliylari! Shahzodam! Qayerdasiz? Shahzodam! Zot oliylari! Zot oliylari, ovoz bering!
Ajin Expert'dan yangi energetik ichimlik. Demak, bu kecha faqat bitta g'alaba bilan cheklanishingiz shart emas. Siz Ajin Expert Bookmakerlik kompaniyasi har qanday o'yinga pul tikishingiz mumkin. Masalan, Dota 2, CS2, League of Legends va boshqalar. Ulkan g'alabalar, tezkor to'lovlar, ishonchli bookmaker. Chiqish yo'li ko'rinyaptimi? Bu yerda yo'q. Chanqab ketdim. Ey, qizaloq! Ha? Qara, otboqar yegulik topdi. Qochdik. Nima jinni bo'ldingmi? Ha, xuddi mendek qil. Bo'l. U bizni bu yerdan olib chiqadi. Rostdan g'irtiyga egasan. Mahkam ushla. Oy! Mahkam ushla. Ilojim yo'q. Suzishni bilasanmi, otboqar? Nima? Sakrash kerak. Esingda bo'lsin, sen mushuksan. Mushuklar suzishni bilmaydi. Bugun hayotimni qutqarib qolding. Lekin hatto ismingni ham bilmayman. O'zing birinchi ayt. Men aralashganram. Nima? Bunaqa ismni hech qachon eslab qola olmayman. Seni shunchaki otboqar deb chaqiraman. Ma, ol. O'zing isming nima, xo'sh? Nima, aytishga so'z berdimmi? Ey, meni chuv tushirding-ku. Baribir jarlikdan chiqish borasida telbavor rejayim uchun katta rahmat. Arzimaydi. Ozodlik nimaligini endi tushunib yetdim. Bilsang, bir narsaga qaror qildim. Umr qisqa, qaytib borgach, barcha orzularimni ro'yobga chiqaraman. Seni orzularing bormi? Albatta. Bolaligimdan dunyo bo'ylab sayohat qilishni, eng yaxshi ovqatlar yeyishni orzu qilaman. Ana shunaqa. Sen emas. Juda jo'n orzular ekan. Xo'sh, o'zingchi? Nimani orzu qilasan? Menda orzu bo'lishi mumkinmi? Men qo'shinda otamning o'rniga xizmat qilyapman. Unda otang qattiq qo'l ekan. Shu desang, meni ham otam shunaqa. Seni hammi? Albatta. Axir u meni qamchi bilan katta qilgan. Ha, yaxshi ota ekan. Qor parcha, bo'ron. Bu yerga qanday keldinglar? Qo'rqma, u yomon qiz emas. Kel, boshqatdan urinib ko'ramiz. Bilaman, u seni o'g'irlamoqchi bo'ldi, lekin o'zing ham uni otib yubording-ku. Tan olishim kerak. Oting juda aqlli ekan. Albatta. Uni o'zim mashq qildirganman. Olg'a, qani ketdik. Ha.
Oh, Qara, orzuying amalga oshdi. qoyil. Unda nimani kutyapmiz? Qani olg'a! Hoy, kimdir qarab olsin. Hozir boryapman. Hamma eng yaxshi taomlaringizni olib keling. Ha, Am, yo'q, hozir. Orzular shunaqa tez ro'yobga chiqadimi? Qani totib ko'r. Menga bu joy negadir shubhali ko'rinyapti. Nima? Ro'shsanmi? Ozroq to'lab qo'y. Bir kosa guruch uchun shuncha kumushmi? Axir bu talonchilik. Nima deding? Ha? Talonchilar to'dasi ekansiz. Meni talonchi deyapsanmi? Yordam bering. Hoy, hoziroq uni qo'yib yubor. Kimdir kayfiyatimni buzmoqchimi? Ha? Kerak bo'lsa, aftini ham bejab qo'yaman. Qo'y, sen dam olib tur. O'zim hal qilaman. Mayli, roziman. Juda dovyurak ekansan. Kimsan o'zi? Birinchi bo'g'indi, ikkinchisi hamda. Dada? To'g'ri. Dadangiz hozir sizlarga esli bo'lishni o'rgatib qo'yadi. Aqlini kiritib qo'yamiz. Ha, qani endi o'zingdan ko'r. Yo'q, Ishlaylar uni. Bunaqa tez emas. To'xta, oyog'i ostiga qara. Voy. Oyog'i ostiga qara. Mana. Voy! Nega ko'zimga urasan? Urishda tanlash yo'q. Yordam kerak bo'lsa, shunchaki chaqir. Men shunchaki qizishvodim. Hozir seni. Voy! Nima? Bu mato juda kichkina ekan. Chanqadinglarmi? Qani? U sendan ham qimmat turadi. Unda tushirib yuborma. Senlarga ko'rsatib qo'yaman. Yanchib tashlayman. Hozir seni yanchib tashlayman. Boshqa bu men. Ajoyib mato ekan. O'ynab bo'ldingmi? Unda ketdik. Nima desang shu? Rosa maza qildi. Basharasi buchmayib ketganini ko'rdingmi? Qilmishlariga yarasha bo'ldi. Sayohatda seni o'zim himoya qilaman. Ishon menga. Ikkita erkakni do'pposlab, endi o'zingni yengilmasman deb o'ylayapsanmi? Yana 20 yilcha mashq qil. 20 yil? Ungacha sayohat uchun qarlik qilib qolamiz. To'xta. Otboqar. Ha? Xayrlashadigan payt keldi. Xayrlashamizmi? Qayerga borasan? Qo'shinga esingdan chiqdimi? Xayr. Shoshma, senga aytadigan gapim bor edi. Gapir. Sen bir narsani bilmaysan. Men ot boqarman. Ha, to'g'ri. Lekin juda aqllisan. Senda hammasi yaxshi bo'ladi. Shoshma. Menga nima bo'lyapti o'zi? Nega to'g'risini ayta olmadim?
O, qaytib kelyapti. Bu men uchun imkon. Senga aytishni unutman. Men ismim Hua Mulan. Ha! Huamulan. Chiroyli ism ekan. Maslahatchi. Mulan. Nihoyat qaytib kelding. Hammasi qalay o'tdi? Topshiriq bajarilmadi. Hech qisi yo'q. Topshiriq qiyin edi. Sog' salomat qaytganingga xursandman. Janob, menga boshqa topshiriq bering. Albatta bajaraman. Xavotir olma. Boshqa imkoniyat bo'ladi. Sarkarda keldi. Namuncha qolib ketdik. Shahzoda o'ldimi? Yo'q. Yo'qmi? Xo'sh, shundan keyin otang kim degan odam bo'ldi? Qanday qilib o'g'li shunchalar noshud bo'lishi mumkin? Sarkardam, har qanday jazoga tayyorman. Otang juda do'yrak odam ekan. Jangdan qochib uyida yashirinib o'tiribdi. Shuning uchun o'rniga seni yuborgan. Meni haqorat qilishingiz mumkin, lekin otamni haqorat qilmang. Hali menga qarshi chiqyapsanmi? Otamni bunga aloqasi yo'q. Surbet! Sarkarda iltimos, uni kechiring. Maslahatchi. Shunga qaramay, u eng mohir jangchimiz. Menga baribir. Bu yerdan olib keting. Yonimga otangni boshlab kel. Necha yoshdaligi bilan ishim yo'q. Olib kelmayman. Buyruqni bajar, aks holda attang qilasan. Yo'q. Sarkardim, ijozat bering. Buni o'zim hal qilaman. Yanami? Nega uni doimo himoya qilasan? Urush boshlanish arafasida. Hozircha zindonda yotsin. Jangda esa aybini yuvish imkoniga ega bo'ladi. Bu senga oxirgi yaxshiligim. Lekin kattalarga hurmatsizlik qilganing uchun bundan buyon Mulan unvonidan mahrum qilinadi. Bu buyruq. Bu buyrug'ingizni qabul qiladi. Akamni tezroq topishimiz kerak. Boring tezroq, bo'ling. Akamni topib keling. Hamma yoqdan qidirdik, lekin uni topa olmadik. Men sizga ishonmayman. Boring, topmaguncha qidiring. Bo'lsangiz-chi? Shahzoda Ark halok bo'lganmi deb qo'rqaman. Yolg'on, aldamang, aldamang. Meni o'ldi deb kim aytdi? Akajon! Tirikligingizni bilardim. Axir sen akangman. Osonlikcha o'ladigan ahmoq yo'q. Zoti oliylari, chindan ham juda omadli yigitsizsiz. Albatta. Aka, nima uchun ustozimni qaytarib olib kelmadingiz? Ustoz? Qanaqa ustoz? Haligi yollanma qotil. Ha? Undan menga kung-funi o'rgatishni so'radim. Ha. Qani bu yoqqa kelchi. Senga bir sirni ochaman. Yollama qotil qiz bola. Ha? Voy. Nega uni qaytarib olib kelmadingiz? Axir Nima uchunligini bilaman. Uni ushlay olmagansiz. albatta ushladim. Lekin aytsam gap ko'p. Biz jarlikka qulab bahaybat chayonlar qurshovida qolib ketdik. Har birining kattaligi shu chodirda kelardi. Men qahramonlarcha jang qildim. Keyin bitta burgutni ushlab oldim. Nahotki akam aqldan ozgan bo'lsa. Tamaddixonaga bordik. Bo'lishi Keyin mumkin. u yerda qaroqchilar to'dasi in qurib olgan ekan. So'ng men hammasini do'pposladim va Ortimda tur, Shahzoda Ark. Biz qasos olishimiz kerak. Qasos? Nima uchun? Markaziy tekislikni bizga qotilni topshirishga majbur qilishimiz kerak. Keyin uni qatl qilamiz. Yo'q, bunisi ortiqcha. Nima?
Sarkarda, sizga bir savolim bor. Eshitaman. Yaxshi tikuvchi tanishingiz bormi? Ha, Ko'ylak tikishni biladimi? biladi. Ajoyib. Ha, xo'p, mayli. Sal tushunmadim. Buni urushga nima aloqasi bor? Ha? Urushga hech qanday aloqasi yo'q. Gap boshqa yoqda. Mulan, bu mening qurolim edi. Endi uni senga beraman. Ota, so'z beraman. Shu qurol bilan oilamizga shon sharaf keltiraman. G'irt omadsizmi? Bo'ron, bu yerda nima qilyapsan? Seni ot boqar jo'natdimi? Meni bu yerda olib ketmoqchimisan? Lekin mumkin emas. Yaxshisi keta qol. Iltimos ket. Agar ketmasang, sendan xafa bo'laman. Nima qilyapsan? Tepishni bas qil. Hoziroq to'xta. Ay. Seni deb boshimga tashvish orttiraman. Nimayam derdim. Nari borsa meni yana qamab qo'yishadi. Qayerga ketyapmiz? Nima? Bu sirmi? Xo'p, mayli. Qamoqda o'tirgandan ko'ra yaxshiroq baribir. Otboqar? Otboqar! Nega yonimga sezdirmay kelasan? O'zingga tilab olding. Seni lol qoldirmoqchi edim, lekin mana o'zing ko'r. Bu men uchunmi? Yoqdimi? Buni qanday kiyishim mumkin? Avval kiyib ko'r. Agar yoqmasa, unda tashlab yubor. Namuncha qo'pol bo'lmasa? Kiyib bo'ldingmi? Poylama. Gapirma ham. Kulishga ham hadding sig'masin. Bo'pti, unda bora qolay. Shoshma. Buncha tez emas. Ay. O'zimni g'alati his qilyapman. Senga juda yarashdi. To'g'risini ayt. Qani ketdik. Oy, Qara. Xo'sh, qarang. go'yo qarshimda boshqa kimdir turgandek. O'sha notanish qiz sovg'amni oladimi? Menimcha oladi.
Bilasanmi? Kichkinaligimda o'g'il bolalar bilan kung-fu mashg'ulotiga borardim. Hammasidan yaxshiroq edim. To'g'risi hayron qolmadim. Bilaman. Ularda hech qanday imkon bo'lmagan. Nima uchun kung-funi yaxshi ko'rasan? Otamning o'g'li yo'q. Men unga qiz ham o'g'il bolalardan aslo qolishmasligini isbotlamoqchi bo'ldim. Shuning uchun qo'shinga qo'shildingmi? Qo'shindagi yagona maqsadim sadoqat bilan xizmat qilib, oilamga shon-sharaf keltirishdir. Shunda hech kim ustimizdan kula olmaydi. Kung-fu bo'yicha shuncha mahorating bilan buni uddalashing aniq. Qayda? Meni qo'shinda qadrlashmaydi. Agar yuqori martabali amaldor bo'lganingda nima qilarding? O'z oilam uchun kerak bo'lsa, butun dunyoni o'zgartirardim. Bilasanmi? Men har doim oliyjanob jangchi bo'lishni orzu qilganman. Men otim va qilich adolat uchun kurashib dunyo kezardim. Yomon odamlarni jazolardim. Tushunyapsanmi? Ajoyib orzu, to'g'rimi? Ha. Biz qahramonlar bir xil fikrlaymiz. Men ham dunyoni kezishni xohlayman. To'g'ri, lekin faqat yaxshi ovqat dardidisan. Nima farqi bor? Biz birga sayohat qilishimiz kerak-ku. Men bilanman. Menga ortiqcha yukni nima keragi bor? Lekin otim uchun menga ot boqar kerak. Unda sen kerakli odamni topding. Otlar bilan yaxshi chiqishaman. Faqat zinhor yalqovlik qilma. Albatta. Sayohatimizni nimadan boshlaymiz? Janubdan. U tomonlar juda chiroyli bo'lsa kerak. Ha, men eshitishimcha, u yoqda dudlangan o'rdaklar juda mazali bo'lar ekan. Keyin Bashuga boramiz. Chiroyli qoyalar bilan tog'larni ko'rib bahra olamiz. Ha, men u yerda qovurilgan baliqdan totib ko'rmoqchiman. Linyanda ham mazali taomlar ko'p deb eshitganman. Maslahatchi, ko'rdingmi kimni himoya qilyapsan? Uni qamab qo'yaman deganding. Unda qulf qani? Ha, qani u? Oh. Qo'riqchilarning aytishicha otga minib ketgan emish. Bu chinakam xoinlik. Bo'lishi mumkin emas. Men Mulanga ishonaman. Ishonching komilmi? Agar u rostdan aybdor bo'lsa, har qanday jazoga tayyorman. Sarkardim. Hozir eng asosiysi dushmanni mahv etish. Shiddat bilan hujum qilib, ularni g'aflatda qoldirish kerak. Men buni sendan ko'proq xohlayman. Biroq imperator qat'iy buyruq bergan hujum qilmay faqat himoyalanamiz. Shunda imkoniyatni qo'ldan boy bera olmaymiz. Gap tamom. Bo'ldi. Hatto ishongim kelmaydi. Juda uzoq gaplashdik. Seni bunchalar aqlli deb o'ylamagan edim. Qo'lingdan ot boqishdan ko'proq narsalar kelishi aniq. Bunga oldin ham shama qilganding. Yodimda. Albatta. Odamlar masalasida hech qachon adashmayman. Aslini olib qaraganda, men jiddiy gapirgandim. Nimani aytyapsan? Nimani? Rostdan ham biz birga dunyo bo'ylab sayohat qilishimiz mumkin. Ha? Nega yo'q deysan? Biz urushdamiz. Biz hali ham dushmanmiz. Bu shunchalar muhimmi? Agar biz birga bo'lsak, meni xoyinga chiqarishadi.
Biz boshqa hech qachon uchrashmaymiz. Agar urush tugab, biz dushman bo'lmasakchi, unda rozi bo'lasanmi? Sen otboqar, men jangchiman. Xo'sh, agar urush tugaganda hali ham tirik bo'lsak, bu haqda o'ylab ko'raman. Ha! Otboqar, o'zingni asra. Men o'zimni asrayman. Sen ham o'zingni asra. Seni olib ketgani qaytib kelaman. Albatta qaytaman. Boshqa gapga hojat yo'q. Hujum boshlash kerak. So'z beraman, hammasi yaxshi bo'ladi. Biz jang qilishimiz shart emas, ota. Menga ishoning. Yetar. Men Mulanga uylanmoqchiman. Ota, unga uylanaman. Xo'p, yaxshi. Senga oq fotiha ber. Rahmat ota. Azizam Mula. Biz orada birga bo'lamiz. Senga bor haqiqatni aytishim kerak. Yordam beringlar! Qaranglar! Kim bor? Qaranglar! Haftadan omadim chopdi. Ham mashq qilaman, ham qaroqchilarni jazolayman. Ha! Nega meni quvlayapsiz? Ey, iltimos, menga yordam bering! Ha! Sen qaroqchimisan, ha? Ko'p kunduz odamlarni talayapsanmi? Ishing bo'lmasin. Endi ishim bo'ladi. Ha! Ha! Yaxshi jangchi ekan. Ha! Ha! Qo'lga tushay deydimi? Ket. Rahmat.
AliExpress ilovasidan yangi yutuq va innovatsion telefon. AliExpress ilovasi bilan bir marta bosish orqali ro'yxatdan o'tishingiz va pul tikishni boshlashingiz mumkin. Intuitive interface va har kuni minglab sport tadbirlari. Foydalanuvchi uchun qulay dastur. Ulkan g'alabalar, tezkor to'lovlar. Yolg'iz bo'ri bilan jang qilgan odamning qismati qanday tugashini bilasanmi? Ha, demak sen yolg'iz bo'rmisan. Men uni soqolli erkak deb eshitgandim. Erkak emas, soqoli ham yo'q, lekin baribir dushmanlarga oson emas. O'zingni soqolli qaroqchi qilib ko'rsatyapsan. Aslida shunchaki yolg'onchi ekansan. Endi sening ishing emas bu. Hozir qilichim buni isbotlaydi. Ha! 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 Yaxshi jang qilarkansan. Shunday yo'lni tanlaganing achinarli. Meni qoralashga nima haqqing bor? Afsus. Ha! Taslim bo'l. Adolat o'rnatyapman deb o'ylayapsanmi? U kim bo'lganini hatto bilmaysan. Men uchun aybsiz qurbon. Agar shafqatsiz yovuz odamni qutqarib qolding desam, shundayam meni qoralaysanmi? Bo'ldi, bas qil. Ha! Taslim bo'ladigan payting keldi. Hech qachon. Ha! Nega o'zing tanimagan odam uchun hayotingni xavf ostiga qo'yyapsan? Yaxshisi menga ishon. U yomon odam. Senga ishonayman. Qo'y terisiga yopingan bo'riga-ya. Odam kiyimiga qarab baho berasanmi? O'rgidek sodda ekansan. Nima deyotganimni yaxshi bilaman. Bu yerda yovuz odam sensan. Men bilan o'ynamoqchimisan? Aralashishga jur'at qilding, lekin men bilan jang qilishga yuraging dov bermayapti. Aqlli va chaqqon ekansan. 10 yillar avval xuddi sendek edim. Balki senga bo'rivachcha deb laqab qo'yarmiz. Ha! Hech qachon senga o'xshamayman. Hatto million yildan keyin ham. To'g'ri, hech qachon mendek bo'la olmaysan ham. Aftidan yutqazdim. Endi hayotim seni qo'lingda. Jasur va abjir ekansan. 10 yillar oldin xuddi sendek edim. Ha, seni qo'yib yuboraman. Hamma ham adashishi mumkin. Yaxshisi, men tomonga o't. Shunda biz senga yaxshi maslahatim bor. Gap qaysi tomondaligingda emas, aslida qanday odamligingda.
Qizaloq, xabarim seni lol qoldirdimi? Yolg'onchi. Nega oldinroq aytmading? Xo'sh, seni yo'qdi. Men bu yerda edim. Lekin xavotir olma. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Bergan va'dangga turasan-a? Ark, Nima? Bu yerda Bu yerda nima qilyapsan, bolakay? miyiz aynib qoldimi? Sizdan juda xavotirdimi? Tushunmadim, nima demoqchisan? Narsalaringni yig'ishtirib bo'ldingmi? Uyga ketishni xohlamayman. Men jang qilmoqchiman. Ha-yo! Endi jang bo'lmaydi, ukajon. To'ydan keyin hamma yoqda tinchlik hukm suradi. Nima? To'y? Lekin buning uchun juda yoshlik qilaman-ku. Sen emas, Jinnivoy. Akang qarag'ay uylanadi, bilib qo'y. Mayli, keling bunday qilamiz. Hozir siz uylanasiz, lekin keyingi safar meni galim bo'ladi. Kelishdik. Katta bo'lganingda senga o'zim qiz topib beraman. Men yaxshisi ustozimga uylanaman. Nima? Bo'lish mumkin emas. Yolg'onchi. Xo'p. Bunday qilamiz. Men ustozingga uylanaman. Keyin undan har kuni senga kung-funi o'rgatishni so'rayman. Nima deysan? Yaxshi. Zot oliylar. Nima gap? To'y bo'ladimi? Ular taklifni rad qilishdi. Rad qilishdimi? Bo'lish mumkin emas. Afsuski shunday. Bu qanday bo'ldi? Haftada nimadir bo'lgan. Yoki Mulan xavf ostidami? Farmonimni eshiting. Butun qo'shin buyuk devor tomon yo'l olsin. Bosh ustiga zot oliylar. Uzmedia.tv O'zbekistondagi birinchi raqamli media portal. To'xta! To'xta! Qochma! Uni qutqarib qolganing uchun rahmat. Sarkarda? Mulan? U yerda sen nima qilyapsan? U Mulanmi? U bo'lmasa kim? O Mulan. Sen rostdan ham o'g'il bo'lamisan? Albatta. Nima uchun o'zingni juda g'alati tutyapsan? Tushunmadim. Qani, rostini ayt. Oxir seni otang. Buni otamga aloqasi yo'q. To'g'ri, o'zimni o'g'il boladek ko'rsatib qo'shinga qo'shildim. Qanday jur'at qilding? Jangchi kiyimini kiyib qo'shin safiga qo'shildingmi? Meni ham, imperatorni ham aldading. Qo'riqchi, uni hibsga oling. Ha bo'ladi. Shoshmang. Hayotimni qutqarib qolgani uchun uni jazolash emas, mukofotlash kerak. Sen kimsan o'zi? Mulan, qarshingda shahzoda turibdi. Zot oliylari. Qiz bola ekanligingni bilganimdan xursandman. Seni jazolash emas, balki tabriklash kerak. Nima bilan? Shimoliy dashtlar shahzodasi biz bilan sulh tuzmoqchi. Sulhni nikoh orqali mustahkamlamoqchi. Men shuning uchun keldim. Lekin buni unga nima aloqasi bor? Dasht shahzodasi va Mulanga uylanmoqchi. Kung-funi zo'r bilarkansiz. Menga ham o'rgatasizmi? Ustoz, iltimos, meni shogirdlikka oling. Aql bovar qilmaydi. Bu Mittavoyni sog'ib qolganmi? Xo'sh, nima deysan? Boshqa kimnidir topa olmaysizmi? Nima? Mulan, bu senga hazil emas. Unga tegmayman. Agarda bosh tortsang, seni qatl qilishadi. Mayli qatl qilsin. O'lganim yaxshi. Qaysarliging qanchaga yetar ekan, ko'ramiz. Boshqa yechim ham bo'lishi kerak. Sarkarda Shimoliy dasht qo'shini buyuk devorga yaqinlashdi. Lekin nega? Zot oliylari, shaharga qaytishimiz kerak. Ha, ketdik. Soqchilar,
Uni bog'lang. Xo'p bo'ladi. Kerak emas. O'zim boraman. Maslahatchi, sulh haqida kelishib olmaganmidik? Bu fitnaligini bilardim. Nima qilamiz endi? Xavotir olmang zot oliylari. Men shu yerda ekanman, ular g'alaba qozona olmaydi. Maslahatchi, ularni qanday mag'lub etish rejasini o'ylab toping. Xavotir olma. Avval bardoshlari qanchaga yetishini ko'ramiz. Jangga! 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 Zot oliylari, bu meni aybim bilan bo'ldi. Xatoimni to'g'rilash uchun menga imkon bering. Meni jangga chiqaring. Ulan, bunday qila olmaysan. To'g'ri aytyapti. Jang maydonida aybini yuvsin. Iltimos, men shunday qilishim kerak. Yaxshi. Aslida bu yagona yechim. Ha, zot oliylari. Jangga! 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 Hamma menga quloq solsin. Men ajalingiz Hua Mulanman. Qizaloq. Agar o'limdan qo'rqmasang, chiqib men bilan jang qil. Zot oliylari, ehtiyot bo'ling. Ha! Ha! To'xtanglar. Orqaga. Lekin zot oliylari. O'tboqar, Men orqaga dedim. Mulan, sen Shimoliy dasht shahzodasi senmisan? nima? Xatimni olmadingmi? Xat? Qanaqa xat? Senga xatimni yozgandim. Seni o'ldirmoqchi bo'lgan shahzoda menman. Nega menga aytmading? Meni aldading. Meni o'ldirishingdan qo'rqdim. U biz uchun Mulani qutqarish imkoniyati. Nega uni qutqarishimiz kerak ekan? Agar biz turmush qursak, otam urushni to'xtatishga so'z berdi. Lekin men senga rozilik bermadim. Axir o'zing aytmadingmi? Sen bu yerga qo'shining bilan kelding. Men bilan jang qil. Keyin gaplashamiz. Nima? Sen bilan jang qila olmayman. Mana senga. Rostdan jang qilyapsanmi? Harom! Bilaman, yerda senga hech kim bas kela olmaydi, lekin otda bo'lsak, boshqa masala. Qo'lingni tort. Yo'q, Qo'lingdan kelgani shu xolosmi? bo'ldi. Meni tinch qo'y. Ikkala tomon jangchilari, quloq solinglar. Shu ondan boshlab dashtlar va tekisliklarda tinchlik o'rnatiladi. Tinchlik! Mamlakatlarimiz va tinchlik uchun qadah ko'tarishni taklif qilaman. Shahzoda Ark, siz haqiqatdan ham dono va adolatli insonsiz. Siz bilan tanishganimdan bag'oyat shodman. Men ham xursandman, shahzoda. Biz shunday tinchlikka munosibmiz. Siz va xalqingiz sharafiga qadah ko'tarishni taklif qilaman. Biz uchun. Maslahatchi. Mulan,
Menga shuncha yil g'amxo'rlik qildingiz. Mehribonligingizni hech qachon unutmayman. Men sizni sharafingizgachaman. Boshqa yo'l tuta olmasdim. Urush tugadi. Endi bemalol Bashu o'rmonida dam olaman. Lekin Esingda bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar, meni o'sha yerdan topasan. Sarkarda birga ichamizmi? Mayli. Nima? Agar imperator chekinishni buyurmaganida sen yutqazgan bo'larding. Maqtanchoq bo'lma, Sarkarda. Bir kunga qolmay qal'a bizniki bo'lardi. Shuni jiddiy aytyapsanmi? Agar menga qo'yib berishganida bu darvozadan hatto 100 yilda ham kira olmasding. Yor tashqarida erkakchasiga gaplashamiz. Nima, qo'rqmayapsanmi? Hozir aqlingni kiritib qo'yma, ketdik. Qani yur, ketdik. Yetar. Mehmonimizga hurmatsizlik qilmang. Nima? Mehmon? Ertami kechmi ular bizga dushman bo'lishadi. Ko'p ichib qo'yibsiz. Yo'q, unaqa emas. Ko'p ichibsiz dedim. Hoziroq yo'qoling. Meni haydayapsizmi? Hali bundan afsus qilasiz. Kelinglar, yana bitta qadah ko'taramiz. Shu yerda turaman deb o'ylamagandim. Buyuk devor ustida dashtlarga qarayapman. Bu yerdan atrof butunlay boshqacha ko'rinar ekan. Hali ham soxta xat haqida o'ylayapsanmi? seni xating shunchaki g'oyib bo'lishi mumkin emas. Aftidan bularning ortida kimdir turibdi. Ha, hammasi juda g'alati. To'g'ri, bularning barchasini tagiga yetmoqchiman. Buni kim qilgan bo'lmasin, katta amaldor bo'lishi kerak. Ammo endi urush tugadi. Ular bizni alday olmaydi. Ha, to'g'ri aytasan. Bu tinchlik abadiy bo'lsin. Darvozani yoping. Hech kimni o'tkazmang. Ortidan olg'a! Shahzoda Ark va Mulan bilan til biriktirib shahzodamizni o'g'irlab ketishdi. Buning uchun ular o'lishadi. Qaranglar, ular tepada ekan. Kim ularni tirik ushlasa, mukofoti bor. Olg'a! Nima bo'lyapti? Hammasini aniqlashim kerak. Tiriklik qo'lga oling. Bu yerdan ketishimiz kerak. Tezroq! Uni qo'lga olinglar. Qo'lga olinglar. Qochirib yubormanglar. Qochirib yubormanglar. Tezroq meni ushla. Ushlaymi? Qayeringdan? Bilimdan nodon. Ular devordan sakrashmoqchi. Ushla, hadi. Olg'a, tezroq ularni ushlang. Tezroq! Bo'la qoling. Yo'qqa! Hamma odam qidiringlar, tezroq. Sarkardam hamma yoqdan qidirdik, ular hech qayerda yo'q. Tayyorlaning. Dashtliklar bilan ayovsiz jang qilamiz. Jang! Ortimdan. Aynan shu haqda gapirgan edim. Bizni aybdor qilish uchun Sarkarda shahzodani o'g'irlab ketgan deb o'ylaysanmi? U rostdan ham yovuz ekan. Shuncha harakat qildim. Endi bo'lsa xoinman. Hozirroq ketishimiz kerak. Agar meni qo'shinim dashtga qaytib borsa, Sarkarda bizni topa olmaydi. Agar sen bilan ketsam, hamma meni xoinga chiqarib qo'yadi. Hozir bu haqda o'ylama. Yo'q. Sha'nimni tiklashim kerak. Bizda vaqt yo'q, Mulan. Menda bitta fikr bor.
Maslahatchi bizga sarkardani fosh qilishimizga yordam beradi. Men bilan yur. Qo'yvor. Aqalli bir marta menga quloq sol. Nega endi? Qilishing kerak bo'lgan ishni qil. Men haqimda qayg'urishga majbur emassan. Iltimos, bu juda xavfli. Men seni himoya qila olmayman. Yo'q, zot oliylari. Hozir o'zingizni himoya qilishingiz kerak. Bo'pti. Seni to'xtatib qola olmayman. Lekin bu yerda kim bor? Sen bu yerda nima qilyapsan? Men ham sendan shuni so'rashim mumkin. Demak, shahzodani sen o'g'irlab ketdingmi? Ha, to'g'ri topding. Senga kelganda adashibman. Nimalar qilib qo'yganingni bilasanmi? Qo'yvor. Bu safar qo'yib yubormayman. Shahzoda qani? Men shunchaga buyurtmani bajarib, pulimni oldim. Senga kim pul to'ladi? Bilaman, sarkarda to'lagan. Sarkarda? Agar u bo'lmasa kim? Ishing bo'lmasin. Javob ber. Kim edi? Men edim. Mullan. Maslahatchi. Aynan seni kutib turgandim. Shahzoda senda. Endi pulini to'la. Yolg'iz bo'ri aslida ayol kishi ekan. Bu ish oson bitdi. Nima bo'lyapti? Mullan, doim senga ishonganman. Lekin nima uchun endi menga ishlamaysan? Maslahatchi, agar sizda muammo bo'lsa, balki men sizga yordam bera olarman. Bilasanmi? Sarkarda senga shon-shuhrat qozonishingga yordam bermaydi. Meni esa bu qo'limdan keladi. Isyon ko'tarmoqchimisiz? Nima, bunga qarshimisan? Agar hoziroq shahzodani qo'yib yuborsangiz, sizni qatl qilishmaydi. Endi orqaga yo'l yo'q. Unda shahzodani o'zim ozod qilaman. Juda soddasan, Mullan. Yo'limdan qoch. Bu kung fu usuli emas. Yaxshi tushunarkansan. Sen kimsan o'zi? Suvimizni zaharlaganingiz uchun sizlarga hujum qildik. Bu tubanlik-ku. Seni vazifang dushman qarorgohiga kirib shahzodani o'ldirish. Ko'p narsa shunga bog'liq. Xo'p, janob. Soxta xatni siz yozgansiz. Maqsadingizni endi tushundim. Urush chiqarib, keyin ikkala tomonga ham bosh bo'lmoqchisiz. Qadimdan qolgan naql bor. Bir odamning hukmronligi ostida barcha xalqlar gullab yashnaydi. O'sha odam esa menman. Avval boshqacha gapirgan eding. Zolim hukmdorlarni ag'darib, xalqimizni qutqarmoqchi eding. Farqi yo'q. Dasht bilan tekisliklar hademay bizniki bo'ladi. Ungacha Jibol, pulingni olib, shahzodani qaytar.
Kelishuvni buzish seni odating emas. Nimayam derdim. Hamma narsa qachondir birinchi marta bo'ladi. Men yaxshi odamlarga yordam beraman. Sen esa ulardan biri emassan. Buni xohlamayman ham. Qari. O'g'lar! O'toch! Hujumga! Yakson qiling! Qochinglar! Shuncha paytdan beri mendan foydalangansiz. Men senga o'ylang sha'nini tiklashingga yordam berdim. Shan, bu ko'proq isnodga o'xshaydi. Mohiyatni tushunishga juda ojizlik qilasan. Yo'q, o'zingiz ojizsiz. Men siz bilan oilam sharafi uchun jang qilaman. Bu qo'lingdan keladi deb o'ylamayman. Birga hujum qilinglar, qani? Sen oldinga bor. Men esa yon tomonda boraman. Dunyoni boshqarish ham kung fu san'atiga o'xshaydi. Har doim kuchli g'alaba qozonadi. Dunyo sizga tegishli emas. Qochishning iloji yo'q. Taslim bo'ling. Rostdanmi? Unda tomosha qiling. Shunchaki atrofga qarang. Har doim yechim topiladi. Darvozani qo'riqlang. Ular qal'amizga hech qachon kira olmaydi. Jangchilar, buyuk devorga hujum qiling. Shahzodamizni qutqaring. Zot oliylari, Kim sizga hujum qilishni buyurdi? sizni dushman o'g'irlab ketdi deb o'ylagandik. Hamma askarlar chekinsin. Nima? Dushman bizga hujum qilsa ham menga farqi yo'q, jang qilmaymiz. Farmonim shu. Bosh ustiga zot oliylari. Yakkima saldashni o'rganibsan, ko'rib turibman. Senda o'sish bor. Xuddi shunday. Bu jangda men yutaman. Ha! 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 Ha!
Bo'ldi, to'xta. Yo'q, hech qachon. Endi ko'ngling to'ldimi? Yo'q. Agar men bilan bormasang, hamma falokatda seni ayblashadi. Oilasini sharmanda qilgan xoinga aylanasan. To'g'ri aytasiz. Bu oilamni sharmanda qiladi. Ulan. Lekin siz bilan to o'lgunimcha jang qilaman. Hatto o'lib ketsam ham oilam sharafini saqlab qolaman. O'limdan qo'rqmaysanmi? Meni mamlakatimda minglab jasur askarlar bor. Men qo'rqmayman. Men ham. Sizlarga oxirgi marta imkon beraman. Yo'q, men sizga oxirgi imkoniyatni beraman. Qizlarni hech qachon aqli kirmaydi. Adinxbetdan yangicha o'yinga, chunki siz doimiy g'alabalardan tez-tez tabassum qilasiz. Axir Adinxbet Bookmakerlik kompaniyasi har kuni yuzlab takliflarni, shuningdek kafolatlangan to'lovlar va tezkor pul yechib olish xizmatini taklif qiladi. Adinxbet sportga pul tikish, ulkan g'alabalar, tezkor va ishonchli. Haftadan jang nihoyat tugadi. O'tboqar qo'shini bilan ketib bo'lgandir. Endi hech qachon qaytmaydi. Meni chuv tushirdilar. Hamonki menga xiyonat qildingmi? Endi seni o'ldirishdan boshqa choram yo'q. Buning uchun Buning uchun og'ir tovon to'laysan. Qanaqa erkaksan o'zi? Faqat qo'rqoqlar ayollarga hujum qiladi. Kuching yetsa, men bilan jang qil. O'tboqarim. Erkakcha jangdi. Yo'q, O'tboqar. Bu yerda ket.
senga chinakam mahoratni ko'rsatib qo'yaman. Bekor seni nazarimga ilmabman. Kimsan o'zi? Mulan! Nima aqldan ozdingmi? Nega kelding? Hozirroq ket. Seni himoya qilishga so'z berganman. Ehtiyot bo'l. Orqangda Ark. Ark! Meni ahmoq qilmoqchi bo'ldingmi? Xomtama bo'lma. Ark yo'q. Qo'lingdan kelgani shumi? Qara, hozir sendan notavonroq kimsa yo'q. Mulan! Axir sen eng yaxshi jangchi emasmisan? Buni isbotla. U seni o'ldirib qo'yadi. Qo'y bor. Mulan! Taslim bo'lma. Yo'qagan. Bu otboqar uchun. Bunisi yolg'iz bor uchun. Bu butun dunyo uchun. Otboqar. Otboqar. Iltimos o'lma. Axir men bilan dunyo kezishga so'z bergansan. Otboqar. Otboqar. Otboqar.
Ey, biz yutdikmi? Qornim ochib ketdi. O'lib ketay deding. Sen bo'lsa hali ham hazillashasan. Sendan boshqa hamma. Bir oydan so'ng Endi nima ish qilasan? Eski ishimga qaytaman. Nega Shahzoda taklif qilgan lavozimdan voz kechding? Hech qachon meni baxtli qila olmaydi u. Axir o'zing ham voz kechding-ku. Qiziq, nima uchun? Hayronman. Oldin bo'lsa chippa yopishardim. Endi-chi? Xo'sh. Endi erkinlikni xohlayman. Demak, avvalgidek sodda qiz emassan. Ishonchim komil. Sen ham qachondir sodda qiz bo'lgansan. Bunisi to'g'ri. Tez orada yana ko'rishguncha. O'zingni ehtiyot qil. Ha! Malikam, endi sayohatga otlansak ham bo'ladi. Esingda bo'lsin. Men adolat uchun kurashaman. Sen esa otlarga qarab turasan. Lekin Menga so'z bergansan. xo'p. Axir men yaxshi erman. O'zimni yagona. Qoida ham esingda bo'lsin. Yalqovlik qilmaysan. Xavotir olma. Men tug'ma ot boqarman. Ajoyib. Qani. Avval qayoqqa boramiz? Jinglangami yo Bashugami? O'zing tanla. Lekin avval kel, biz uyga kirib o'tamiz. Hop. Nima desang shu? Qani-cho! Uzmedia.tv eng yangi tarjima kinolar faqat bizda. yillar o'tib tarqoq elatlar birlashib buyuk saltanatga aylandi.
兴起，河山不慌，一杯酒上，无人当成飞扬，却让烽火沙场，关外任我翱翔。天地玄黄，肆意的流淌，无限热血仍会木兰身上，千百年数寒凉，我以满腔之光去闯锋芒。一个人，一把剑，一世缘，一生情，一转眼作烽烟。一杯酒，一抬头，无昨天。独纵马于天地间，大漠里又见孤雁，没遇见。早习惯了那狂沙不眠，风起时，雪落时，藏其缘。分也罢，合也罢，若遇见，莫干泪，昂起头，去无前。呐喊间，踏破硝烟，沙场上，金戈复见，江湖中，陪伴我唯有凛凛长剑。唧唧复唧唧，叹息十二军书，宿命披夜征战，黄河云起。无人呼唤，只闻燕山呼唧。唧唧复唧唧，无意万里奔赴，戎骑寒光照我一身铁衣，脱下红装我驰骋千里。出漫看火吧，火漫皆尽了，风行十二载，不知木兰是女郎。远去无所惧，风沙何然女儿行。木兰衣，惊天地，关外中魂起。木兰有曲，成洒衣。我本是狂浪儿名，木兰心，容万里，肯留千古情。风起时，雪落时，藏其缘。分也罢，合也罢，若遇见，莫干泪，昂起头，去无前。呐喊间，踏破硝烟，沙场上，金戈复见，江湖中，陪伴我唯有凛凛长剑。唧唧复唧唧，叹息十二军书，宿命披夜征战，黄河云起。无人呼唤，只闻燕山呼唧。唧唧复唧唧，无意万里奔赴，戎骑寒光照我一身铁衣，脱下红装我驰骋千里。出漫看火吧，火漫皆尽了，风行十二载，不知木兰是女郎。远去无所惧，风沙何让女儿行。木兰衣，惊天地，关外中魂起。
是雪落时曾祈愿，分也罢，合也罢，若遇见，抹干泪，昂起头去无前。大汉间踏破硝烟，沙场上，金戈复见，江湖中。陪伴我唯有凛凛长剑，唧唧复唧唧，叹息十二军书，宿命平野征战黄河云起，不闻呼唤只闻燕山呼唧，唧唧复唧唧，无意万里奔赴，勇气寒光照我一身铁衣，脱下红妆我驰骋千里。